Assalomu alaykum hammaga, YouTube ishqibozlari. Bugun gazabloylarni hop qo'yib o'tamiz. Bu videoni qo'yishni ham, qo'ymaslikni ham bilmayapman o'zi to'g'risi. YouTube'ga hop atayin video qilib, video joylasak, YouTube bilmayman, ancha oldingi yillardan ko'ra ancha boshqacha bo'lib ketgan. Hop, nima desa bo'ladi? Instagramga bitta video qo'ysak 50 ming, 100 ming prosmotr bo'lsa, YouTube'da bir kunda 100 ta yo 50 ta prosmotr bo'lib to'xtab qolyapti. O'sha 5-6 yil oldin 50 ta 100 ta obunachi bilan bir kunda 1000 ta 2000 ta prosmotr bo'lardi YouTube'da bir kunda o'zida, birinchi kuni qo'yganimizda. Hozir bo'lsa mana 4-5 ming ta obunachi bo'lib turib, prosmotr 100 ta, 200 ta bo'lib to'xtab qolyapti. YouTube'da shunaqa bo'lib ketganki, to ekranga bosib, videoning ichiga kirmagunizcha prosmotr yig'ilmayapti. YouTube'ga o'sha video qo'yishdi foydasi ham umuman bo'lmay qoldi. O'sha bilmayman, bir oydan beri YouTube'ga video qo'yganim yo'q. YouTube'ga o'zim ham даже kirganim ham yo'q. Chunki kirganingiz bilan ham, hatto ko'rganingiz bilan ham foydasi bo'lmay qoldi. YouTube asha platformasini ishlab chiqqanlardan so'rab qolardik, shu qandaydir o'zgarishlar qilishsa, Instagramga o'xshab prosmotr yig'ilsa, bora shu YouTube yopilib yo'q bo'lib ketadi oxiri. Prosmotrlar уже 0 bo'lgandan keyin polniy blogerlar ham YouTube'ga уже reklama уже qo'ymay qo'ydi. Уже 50% dan ko'p bloger faqat Instagramda faoliyatini yurgizyapti. Shu YouTube'chilardan so'rab qolardik. Xo'p, gazabloylarimizga kelsak, manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan gazabloy hamda polistrabloylar bugun sizlarga narxini aytib o'tamiz. Mana bu ko'rib turganinglar polistrabloy bo'ladi. 22 ming so'mdan bir donasi chiqadi. Gazabloylarimiz mana 17 ming so'mdan 600 d markada gazabloylarimiz chiqadi. Hozirda bor 5-600 ta narxda, o'sha kuniga 500 tadan chiqaramiz. Kunligiga kunda pashti sotilib ketyapti. Polistrabloyimizga ham zakaz bor. Xo'p, shunaqa polistrabloy, gazabloylar kimga kerak bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Holatlari zo'r, razmerlari idealniy holatda, qattiqligi o'ta moshni. Har bittasiga 10 kg 500 grammdan sement tushadi. Paddonda 40 tadan bo'ladi. Dastavkamiz Farg'ona ichiga 18 ming so'mdan dastavka qilib beramiz gazabloylarni. Polistrabloylarimizni 23 ming so'mdan dastavka qilib yetkazib beramiz uyingizgacha. Xo'p, shunaqa sifatli gazabloy, polistrabloylar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.